Baxtiniso? Ayshamxon. Aha. Oy, Sabir, nemish bo'ldi? Endi sening vijdoningni oqlaydigan payt keldi. Mana, sotga boramiz. Oy, ishtamigina basam baray. Chapsama. Sotga berib, hammani aynan deysan. Oy, balam, basam baray. Endi demasam bo'lmas, sotga basam qancha pul bersa? Vut pulga dimchishgan qari. To'liq kapshimay, baxtiniso qilgan qilmish atmishlaringni sotga berib to'liq so'zlaysan. Mana. Men berib baxmagan yer tursa, bu yer berib bekor nemish qilaman. Mana. Bu ayol qanday qilib erini o'ltirayotgan? Ansab o ayolni chiroyli deyishyapti. Chiroyli deb vafo yo'q degan shu-da. Shundaqmi ishni qilamiz? Bu ayolni qattiq jazolash kerak. Finish. Hozir sot boshlandi. Javobgar sot maydoniga olib kirilsin. Yap-yosh ayol ketgan bo'lman. Erining deb o'tirishni qilaman. Yap-yoshlik zo'rsan emas. Javobgar Baxtiniso Yusuf. Isming to'g'rimi? To'g'ri. O'zgartirilgan isming bormi? Yo'q. Millating nima? Uyg'ur. Qachon tug'ilgan? 1977-yili 10-oyning 13-kuni. Nima tug'ilgan? Bo'rtalada. Madaniyat saviyanchi? To'liq o'tira. Xizmat o'rning bormi? Yo'q. Yakki tijoratchiman. Turishlik adresing nada? Urumchi shahri, Bo'ston yo'li 72-qora, 6-nomerlik uy. Hozir ayblig'ichi ayblashnomasini o'qiydi. Qani, boshlasangiz bo'ladi. Urumchi shaharlik xalq taftish mahkamasining ayblashnomasi 2001-yil 27-nomerlik Urumchi shaharlik O'tir xalq sud mahkamasiga 7-oyning 5-kuni tushdan keyin soat 4larda javobgarning burunqi yo'ldoshi Mardan Ahmad, Uyg'ur. O'lguchi javobgarning uyga kelib pul talab qilgan. Javobgar pul berishni rad qilganda ikkisi jidallashib qolgan. Javobgar Mardanning bexastarligidan foydalanib, yerdagi pichoqni elib, Mardanning so'l beqiniga tiqib, naq maydonda o'ltirib atgan. Yuqorqi qilmishlarning fakti aniq, dalil isboti to'liq bo'lg'ashqa, qasddan odam o'ldirish jinoyati deb bekitishga bo'ladi. Mahkamamizning qarashicha, javobgar Baxtiniso Yusuf davlat qonunini ko'zga olmay, qasddan qotillik jinoyati shakllantirgan. Shunga javobgarni Jumhur Xalq Jumhuriyati Jinoiy ishlar qonunining 232-moddasidagi belgilamasiga asosan qattiq jazolash kerak. Jumhur Xalq Jumhuriyati Jinoiy ishlar da'vo qonunining 141-moddasidagi belgilamasiga asosan mahkamalarning qonun bo'yicha jazolashinglarga aybladik. So'zim tugadi. Javobgar, ayblashnomani angladingmi? Anladim. Fikring bormi? Yo'q. Javobgar, sen eringni pichoq tiqib o'ltirding, to'g'rimi? To'g'ri. Javobgar, sen tiqqan pichoq mushumi? Javobgarga pichoqni ko'rsatinglar. Yap-yoshlik zo'rsan emas. Javobgar, sen qotillik qilgan naq maydoni mushumi? Hozir oqlig'ichi so'zni bayon qiladi. Javobgar. Sen qotillik qilgan pichoq kimning? Mardanmi? Mening savolim tugadi. Javobgar, sen eringni o'ldirish jarayonini to'liq so'zla.
sarguzashtlarim. Qon yoshli qismat. Billa o'ynab tang cho'ng bo'lgan sumbul chashliq bir qizga kuydi. Billa o'ynab tang cho'ng bo'lgan sumbul chashliq bir qizga kuydi. Huma ko'zlik shirin so'zlik ishchan chiver shu yerni suydi. Huma ko'zlik shirin so'zlik işcan çiver şu yerni suydi. Yayrım sen, canım sen, mengü suygen nigarım sen. Yayrım sen, canım sen, işki otunda köygen yarın ben. Kelli garim bille işleyli, şatmak şini bille itayli. Kelli garim bille işleyli, şatmak şini bille itayli. Sevgimizge vafadar bulup, mengü ayrılmay bille öteyli. Yayrım sen, canım sen, mengü suygen nigarım sen. Yayrım sen, canım sen, işki otunda kuygen yarın ben. Yayrım sen, canım sen, işki otunda kuygen yarın ben. Vay canım. Baxtınızsa. Oduqman baxtınızsa. Meni qo'yib yuboring. Yo'q, qo'yib yotmayman. Nimishqa? Siz menga javob bermagich qo'yib yotmayman. Qandaq javob? Meni yaxshi ko'ramsiz. Rost gapingizni qiling. Qo'yasınız deyman. Yo'q. Yuragingizdagi so'zingizni demasangiz, hargiz qo'yib yotmayman. Qachongacha ketirib turasiz? Mangu. Meni azobga qo'ymay. Desangiz-chi. Voy, odamlar kelyotdi. Meni qo'yib yuboring. Voy, To'xtang. Putingizni ko'rib boqay. Hech qisi yo'q. Putingiz qayrilib ketibdi. Men sizni olib qo'yay. Avaylang. Avaylang, ha?
Nemişki özünüzni kaçırsiz. Siz bek eski ekansiz. Meni eski qilgan o'zingiz. Qandaqlachi? Chunki siz meni kuydirib oldingiz. Lekin suydirmadingiz. Voy, qilin. Siz mening qilin bo'lishimga sababchi bo'lyapsiz. Bu nima deganingiz? Chunki sizning chiroyli ko'zlaringiz meni mahliyo qilib oldi. Baxtiniz sog'. Siz faqatla ma ko'nglingizni bermayapsiz. Degan gapini. Ondaq demang. Maliga kep qoldik. Odamlar ko'rib qoladi. Ko'z ko'mamdi. Yo'q. Bo'lmasa men chiqib ketaman. Ha, bo'ldi. Maylamsa, men tushay. Baxtiniz sog'. Agar siz sal yaxshi bo'lganingizda daryo bo'yida uchrashaylik. Bo'lamdi? Bo'ladi. Dada, Ha, mana qizim. Assalomu alaykum muallim. Va alaykum assalom. Qizim, o'g'loqchidek otqa minibapsan-ku, ha? qizingiz o'g'loqchadan qilishmaydi, dada. Kel, avaylang. Voyjon, Uy, nim bo'lding qizim, ha? o'madan qaytib kelib etib putimni qayrib oldim. Muallim, men qaytay. Ha, sana ko'p rahmat. Avvar o'psan, ha? Arzimaydi. Bak og'riyotamdi qizim, ha? Astama. Bak og'riyotamdi qizim, ha? Ha. Astama, ha? Hey, qizim. Cho'ngli bo'lib qoldim. Yo'l yurganda diqqat qilsam bo'lmasmidi, ha? Bexastalik qilibman, dada. Asta. O'tir. Asta. Manda qilib men ko'rib boqay. Voyjon, Og'riyotamda? Putung ishib ketibdi. Hech qisi yo'q qizim. Shakarab qilib, tengib qo'yay. Saqib ketadi, ha? Dada, Ha, qizim? bo'ldi, avvar bo'lmang, o'zim tengib olaman. Yo'q, men tengib qo'yman. Mana. Nada qayrib olding qizim? Etizliqning bo'yidagi o'stangdan o'tib etib. Oy, Bexasalik qilsan-da. oy. Sendan boshqa hech narsam yo'q qizim. Ansiraydi ekanman. Cho'ngib qoldim. Diqqat qilgin. Bo'lamda. Ma'qul, dada. Voyjon. Qizim. Uzundan beri maktabga boramadim. Ata maktabga berib kiraymikin. Balalarni qo'ymi sig'indim. Salomatligingiz yaxshi bo'lmagandan keyin bormisingiz bo'larmikin? Salomatligim xeli yaxshi bo'lib qoldi. Elimi xelidan beri dars o'tamadim. Uzundan beri sana deb kelyapman. Mening birdan bir umidim mening o'rnimda o'qituvchi bo'lsang bo'ladi. Bo'ldilar, dada. Bu gaplarni tagavermang. Siz bir umr o'qituvchilik qilib nimaga erisha oldingiz? Hech nimaga erishamadingiz-ku. Faqat riyozat chekkaningiz qoldi shu. Ya bir chapiningiz ikki bo'lmadi. Boshqalar hashamatli qo'rolarda o'ltirib olsa, biz mush eski qo'roni yengilyanmadik. Bergan mashining tayini yo'q. Hatto bir qancha oydan beri
Maaş almay o'qityapsizg'u. Bundaq o'qituvchilik qilganning nima foydasi? Bo'ldi, bas. Dada, O'qituvchi bo'lmasang bo'lma. Lekin o'qituvchiga til tekkizma. mening sizga ichim og'riydi. Meni kechiring, dada. Men faqat sizning salomatligingizni ansirab shundoq dedim. Agarda men opam bo'lgan bo'lsa, sizni yaxshi kutgan bo'lardi. Lekin men Qizim, bo'ldi, yig'lama. Ko'ngling yerini qilma. Bo'ldi. Qizim, men etizlikqa suv boshlab kelay. Bo'ldi, yig'lamag'in, ha? Aras qizim. Men kelgichilik tamoq etib qo'ygan. Qilamda. Assalomu alaykum, Oyshan va xonada. alaykum assalom, Yusuf axun. Bir yerga mang'an o'xshamamlar. O'xshitib, langmanab ketdi. Rahmat. Men etizlikqa suv boshlab kelay. Qizim Yusuf, ha? Ma'qul. Xo'shamsa. Xo'sh. Oy qizim, nim bo'lgansa, putungni tiyapsan-ku. Ha? Ochiq-chuchuk langmanat ketdim. Issig'idi yevag'ini. Putungni tiyapsan-ku. Nim bo'ldi qizim? Qayrilib ketdi. Oy, jinim qizim, o'ngshilib ketdi, yig'lama. Akşam mamudun mu? Bakta. Endi oturuşamız ha. Assalomu alaykum savodashlar. Voy qarvoy, undan turib-o'tamsan. Kela. Adash, 3-4 yildan beri nakatdan yo'qolib ketding-ku. Yemishlab qo'yatsa. Nakbatda qadash 3-4 yildan beri Shanxay, Guangzhou, Shinjinlarda tijorat bilan oldirashib ketdim-da. Nima tijoratlarni qilding? Nima tijorat qilatdiq? Tijoratning turi ko'p, og'aylar. Har qanday tijoratni qildik-da. Chekib qo'yamizlar. Rahmat. Tijorat bilan bamiga yalam oz qoldi. Bak. Bu qaysi ma'lning tomochiqi? Tomochiq emas, mahallimizning bir talla guli. Guli? Kimning qizi bu? Yusuf muallimning. Yusuf muallimning? Bu qiz ayni vaqtida sat qaraqumchoq qizdi. Mana endi haqiqatan ko'zning yig'inigidek qiz o'pdi, ha? Hey, ağıyla, mahallenin bu gülünü qandaq bir baxtli yigit o'zi bo'larkan, ha? Assalomu alaykum Baxtinisa. Va alaykum assalom. Xeyli yaxshi qoldingizmi? Rahmat, xeyli yaxshi qoldim. Akilab, qayerdamiz? Avayla. Akilab, men ko'taray. Bo'ldi, o'zim ko'taray. Avayla. Baxtinisa. Ha? Yusuf muallimning ahvoli qanday qaraq? Dadam xeyli yaxshi qoldi. Ko'rinmayli ketdingizmi? Men shu eti zeriq malvaralashdan qo'l uzamadim.
Asli o sizni burunli yo'qlamamoqchi edim. Men xeyli yaxshib qoldim. Sizni ket avval qildim. Undaq dema. Biz yot emas-ku. Sizga gapim bor edi. Ау, падичи kim u? Sabir. Sabir? Qaysi Sabir? Biz o'qiyotgan chaqlarda seni adatlab turgan Sabir esingdi? Bizni aloqa aktiv sinf boshlig'i emas. Sabir boshliq degina. Kechqurun daryo bo'yiga chiqa olamsiz. Dadamning salomatligi ancha yaxshi emas. Balkim chiqamasmanmikin. Meni noumid qo'ymang. Agar chiqmasangiz uyingizga izlab borman. Unda qilsangiz sat bo'ladi. Aras. Dadangiz bilan maslahatlashadigan ish bor edi. Shuni bahona qilib borsam-ku bo'la. Barsangiz bering. Amisi bora. Ala, isqartatadi. Ava ajnabiy kim bo'g'iydi? Vaytan, men bilmadim. Amisa, men mang'ashtiray. Ko'rishkicha aman bo'ling. Ma'qul, xo'sh amsa. Bu sinf boshlig'i o'qiyotganda aktiv nimiti? Shuningga chiqib ish qilmay, padichilik qilyapti-da bechora. Assalomu alaykum savodoshlar. Yaxshi turdinglarmi? Yaxshimsan. Qanday ahvolinglar? Yaxshimi? Obdan turdingmi? Yaxshimsan. Yaxshimi? Yaxshimi? Meni tonimayaptamsan qandaq, ha? Voy, mardonqu sen, ha? Men de qaysi ajnabiy ekan debdiman. Kichik vaqtda mahallaning qo'ylarini boqqanliging uchun seni padichi deydik. Elimi padichiligini qilib yutibsan-da. Buni og'zini. Undaqmı deb ketme. Hazır Sabir adetki padişçilerden emas. Yakından beri bakmışçılık bilen şugulunu beyip gitti. Sınındaki ecnebilerden 3-4'ün sitivağıçılık var. Onca olamı aşır etmenler. Yanıla bu bayvetçiga yetmeymez. Şehir köygen işten qoğuk degen gap var emas mı? Ey sinf boshlig'i, sening tiling yanada ochiqkan, ha? Baxtini sakilyapti. Hay hay. Kimning ko'zi tekkanda bu janonga? Balkim sening ko'zing tekkanda. Agar mening ko'zim tekkan bo'lsa, yiqilib tushgan bo'ladi. Yamandan ko'zdan saqlagaysan xudoyim. Ko'zimni chaqis qo'ysamamda. Bardan, o'ylandingmi? Yo'q, taxi. Baxt peshonamga putilgini mushu yezimizdan chiqib qolganday qilib turdi. Balkim mushu sahrodan o'ylanib qolaman, ha? Mardon. Necha vaqtdan beri shamisha yurib, bir hasatangni tepib olmabsan-da? Shaharning qizlari chiroyli qo'g'ini bilan xuddi sinigulga o'xshaydi. Ularda puroq degan nima yo'q. Sahroning qizlari ko'rimsiz bo'g'ini bilan ular sopan puroqliq. Qandoq dedim og'illa, ha? To'g'ri dedim. Ammo sahroning gulining tikini vajmi? Qarang'uliqni yo'ritgan maktab, nadonlikdan qazgan maktab, bilim berdi kabi Sabidullah'a, adım-u azizdir bizning bu maktab. Bilim berdi kabi Sabidullah'a, adım-u azizdir bizning bu maktab. Biz koymayız
Assalomu alaykum, Aysam xocha. Voy voy. Merdanmı balam? Ha, tanıyamay qaldımı nima? Tanımay qağılı. Tas qaptı mən balam. Kiçik vaqtında işek tərtir minib, şoqluq jürettin. Mana əmdi, hapıla işek orunda maşında olturup, çoğun bayvetçilərdək bop gitipsən əməsmi o balam? Tova, qıldın. Hey ras. İsim kursun, apan qanda qaraq cinim balam, apan yaxşıdı. Yaxşıtırıp da. Hey, sizler şəhər küçüp ketkendin kin bizni taşlap lüvettinla. Bırak ettim, yoxlap mı koymadınla cinim balam? Yezdim, bək zerkip gensləmi deymen. Yaqay, Aysam xan apa. Yanala to'g'liga yachiraylik. Bu ya shahardek bo'lmog'ini bilan. Yanala tug'ilib o'sgayaning mehri siq bo'ladigan jon apa. Belli, cinim balam, oğul valdek gep qıldın. Vay. Her ras, öylendin mi? Yo'q. Nimişqa balam? Senze talliq bakı kırıp qapsan da? Shaharning qizlari haqiqatan chiroyli. Lekin peshonamga putilgini mushadan chiqib qoldiganda qiladi. Chunki eg'iz demang, ko'ngilni ber degandek bir gulga ko'zim tushib qoldi. Shunga Gep asli mondaq kenda. Bizning sahrada bir tomochiqqa ko'zing tushib qolgan o'xshamamdi, ha? shundaqroq. Yusuf ma'limning qiziga ko'zim tushgan edi. Uning ustiga sizlar tuqqan kelisizlar emasmi? Shu masalani izlab turgandim. Ko'zing haqiqatan yomon-ku balam. O qiz bizning sahraning bir guli. Lekinza u bahli tarsa yavoyroq qiz. Qandaq bo'ladi? Bu tarafdan xotirjam bo'lsizlar. Har qanday yavoyini mana men ko'ndira olayman. Lekin bu ish kelganda sizning yordamlariga muhtojman. Bo'ladi. Amsi men uning bilan so'zlashib baqay. Bo'lamda. Ma'qul. Mavo. Apane qilri, ip qo'ysizlar. Voy, rahmat balam, rahmat. Voy, rahmat. Voy. Buni men qo'ysizlar. Voy, rahmat, cinim balam, rahmat. Allah rahmat. Pulli bo'lsa jangalda sho'rpi debdikan. Men bugun berib bir amal qilib, uni indakka keltirib balam, xotirjam bo'g'in. Amsi yaxshi. Xotirjam bo'l balam. Aysam xonada, sizlar bundan xotirjam bo'lsizlar. Agar u gulni menga uzib beradiganlar bo'lsalar, pul degan sizlardan aylansin. Voy, cinim balam, o'g'ilvaldek gap qilding ha. Boyvachchi degan, yanılı boyvachchida, hey balam, sen xotirjam bo'l. Uni men qo'yib be, o'zim indakka keltirma. Xotirjam bo'l. Men qo'yib besali bo'ladi. Rahmat Aysam xocha, rahmat. Hey, nega manqandinglar? Bozog'i manqan balam, bozog'i. Voy, men olib qo'yay. Mashinaga chiqaman. Ma'qul. Rahmat balam. Kelinglar. Chiqalar. Astaraqa Aysam xocha. Rahmat. Chiqaversin. Assalomu alaykum muallim. Va alaykum assalom. Xush kelibsiz. Qanday ahvolingiz? Qani, o'lta. Ma'qul. Salomatligingiz yaxshi bo'lib qoldimi? Xudoga shukr, xayr yaxshi bo'lib qoldim. Bu yoqqa kelib qolsan-ku. Muallim, men sizdan maslahatingizga muhtoj bo'lib kelib edim. Xo'sh, qanday maslahat? Men mol boqmichilik qilay deb edim. Shunga sizda boqmichilik haqida bir kitob bormikin, shuni so'rab kelib edim. Kitob bota qilib edi. Men bir qarab boqay. Ma'qul. Rahmat.
Xush kepsiz mehmon. Oy. Yaxshimisiz? Men dadingizni izlab keldim. Mandaqdan men texi meni izlab keldim ekan debdiman. Hem siz nima? Kechda Shamalbog'da savodashlar kechiligiga sizni taklif qilib keldim. Ma'qul. Men baray. Amsa shu yerda uchrashaylik, ha? Dada, Ustoz. Ta'lim bakan. Bir qancha kitob chiqib qoldi. Lekin bu xeli burun yozilgan. Ko'rib baqqin, foydalansang bo'ladi. Rahmat ustoz, rahmat. Banqara, sana bir maslahatim bor. Hozir mayli chorvachilikda bo'lsin yoki dehqonchilikda bo'lsin, ilm-fan bilan shug'ullanmas bo'lmaydi. Shunga men sening o'qishingni tashabbus qilatdim. Meningmi shundoq o'yim bor. Ata-onam bilan maslahatlashib baqay. Imkon qadar o'qishga berishga tirishiman. Maslahatingizga rahmat. Obda o'ylabsan. Men seni qo'llayman. Ma'qul amsa. Men qaytay. Ma'qul. Xo'sh muallim. Xo'sh amsa. To'xtab tur. Mening mundaq bir o'yim bor edi. Yezimizning taraqqiyoti uchun imkon qadar o'qishga bag'ir. Sen oldi bilan uydagilar bilan maslahatlashib bir qarorga kelgandan keyin ondan maqada. Chorvachilik maktabida mening bir o'quvchim bor. Sana yordam qiladi. Bilim oshirib qaytib kelgandan keyin yezimizda chorvachilik kursini ochsang, yezimizning chorvachiligi taraqqiy qilmamdi. Qanday dedim? To'g'ri dedingiz. Men sizning deginingizda qilay. Xo'sh amsa muallim. Aman bo'ling. Ma'qul amsa. Xo'sh muallim. Xo'sh. 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 Sabir, haqiqatan tirishchan, yaxshi yigitga. Balkim. Qog'jirab ketgan yerga suv kerak bo'lgandek, savossiz, nodon millat uchun ma'rif kerak. Savodsizlikni tugatgandila, u millatning qog'jirgan qalbi ilm bo'stoniga aylanib rivoj topadi. Vatanni suyish shuar orqali emas, har bir ota-ona farzandlarini o'qitib, yaramliq odam qilib tarbiyalash orqali amalga oshadi. Biz savodsizlik tufayli boshqa millatlarning xelili kayindi qilyapmiz. Bu millatimiz uchun ornumuz. O'z vaqtida Mamtili apandi o'qidi, ochdi boshqalar ay qadrdonlar, ko'gashga ularning ijtihodini qaynar vijdonlar. Havoda lochindak javlon qilar boshqa millatlar, qoldiq biz ulardan bakmi oqida ummatlar deb bakmi to'g'ri degan ekan. Yusufxon. Voy. Kesla hamma. Assalomu alaykum Yusufxon. Va alaykum assalom Oysam xonada. Yo'q kesla. Amin. Allahu akbar. Teshmo Oysam xonada. Undan turib salomatliklari xeyli yaxshi bo'lib qolgandi. Xudoga shukr. Xeyli obdan turibman. Endi koni keslan pat-pat qo'zg'ilib turdi. Yusufxon, hamma kasalning beshi g'am deysizlar. Mana Zo'rxon rahmatlik bemahal ketib qilib, sizlarga bir dard bo'ldi. Buni ozdab o'zlari kasal bo'lib qoldilar. Uning ustiga baxtinsa cho'ngib qoldi. Bu mo g'am deysizlar. To'g'ri. Balachoq cho'ng bo'lgandan keyin uning g'amini qilmasa, texi bo'lmagan. Mushundaq ishkan. Qizim, bu yoqqa qo'y. Oysam xonada mazaga baxslar. Biz urug' tuqqan haq bo'lgandan bir ishlar olsa maslahat bilan qilishamiz, ha? Hamma choy ichsizlar. Qizim, endi tomoq tutish qilgan, ha? Ma'qul dada.
Әкеле. Аммаңмы сенің тамақыңна сығынып қалғанды. Қандақ дедім Айшам қанада. Қолыңдан bir lәңмәй әйлі, таза оқшытып bir әткіне. Ma'qul. Yusuf Axun, qizlari Bahrinsa to'g'riliq sizning o'ylagan yerlari bormi? Bo'lmamdigan Aysham xonada. Qiz cho'ng bo'lgandan keyin o'ylamay bo'lmaydi. Hamda kammida emas. Bir qancha yerdan qizimga elchilarmi keldi. Lekin qizimni royi qarab, ularni qaytarib etdim. Undaq deb balaning royi qargan bilan, balaning yeshi cho'ngib ketdi emasmi? O'g'o shundaq. Sizning bir maslahatlar bormi? Endi mening demoqchi bo'lganim, burun qizlar harbiyga tegishdi. Ondan keyin shopirga tegadigan bo'ldi, ishchiga tegadigan bo'ldi. Ondan sip-sap deb kambag'al tuvan o'tir dehqonlarning bolalariga tegadigan bo'ldi. Keyin kadrga tegadigan bo'ldi. Mana endi bugungi kunga kelganda qarsılar hammani tashlab, kimning puli jiq bo'lsa, kim boy bo'lsa, shuningga tegadigan bo'ldi. To'g'ri, o'g'ras. Heliqi Tursun cho'qir bog'u. Shuning qizi yuqorqi mahalladagi Ahmad tijoratchi degan qiyriq tegib oldi deysizlar. To'g'ri, xabarim bor. Nim bo'lib ketdi bu jahon oshxonada? Voy, gap qilmaslar. Hay bu jahonning ishlari. Ballarning insoni bagay. Yusuf Axun. Ha? Men obdan bir yerdan kelishgan bir yigitdan elchi bo'lib keldim. O kim bo'g'itdi? Heliqi Baharxon asrida bormiki? Heliqi o'z vaqtida rahmatlik tugab ketgandan keyin sizlar menga elchilik kelgan heliqi Bahar Satangning o'g'li bo'lmasin yana? Ha, belli. To'z yodlarida bor ekan. Aşı Baharxonning o'g'li Merdan. Aşı Merdanға elchi bo'lib keldi qasla. Merdan. Heliqi Merdan. O bek obdan balı optu. Voy, onun pulunun jıqlığı, voy, bek boyup gitip demesmi? Şundaqmı? Bek boyup gitipdi. Bəxtini sani, şununla bəgən bolsaq, taza bəxti içilatdı deysizlər. Kadr-madırğa toy qılğan bilən, әті вәш күндіккен балы чақылық болғанда хеліқі айлығын еткізәмәй, жидәлішіп, ажыршып кетуді дейсілі. Шында қамас мұ? Бәген мәсләтлерге көп рәхмәт. Қызым бір ақыллы қыз болды. Мен давамлы қызымның райығы бақымын. Қойсыла Yusuf Axun. Қыз балы çoğulup bir iş çıqırып қойса, бұл мәлді baş götürüp жүрішті. Amma, mening turmush ishimga to'la bedikchilik qilmasalar. O'zimning ishni o'zim bilalayman. Menga salaç kerak emas. Qizimning mujazi chusroq. Ko'ngillarga amizlar. Hech qisi yo'q. Nodon emasmi? Ma'qul emas men mangay. O'ylish baqala. Tamoqda yeyib qoldi. Tamoq yeb keslamdi. Rahmat dada. Bırak, hoş kızım bırak ya. Gel. Dünyada emredin ayrılış yaman, ayrılış yaman. Kesem mi O günü toyga barmadınızmı? Şunda, o günü men toyga baramay qaldım. Apam bilan dadamga yordamlashiman deb. Keçen ola. Agar bag'am bo'lsam, tak yaxshi bo'ladi. U kuni to'ynimi qizdi deydi bu. Ha? Shundaq. Yayın
Asma kep qapsa. Mayli. Turay. Sizmi o'ynang. Ma'qul. Hay direk bele bele yağdı sepellik bele bele yağdı sepellik bizden sizge kim kirek bele bele yağdı sepellik bizden sizge kim kirek bele bele yağdı sepellik şunca gül arasının bele bele yağdı sepellik bele bele yağdı sepellik sizde kim ulan kirek bele bele yağdı sepellik sizde kim ulan Ben bayağı siz. Bu padişaha ne yapıp siz he? Yine öyle. Haydi be oynayalım ha. Dökecek. İnsanda bu olsa sabi. Muşu şapılan onu aman bir güne özüngü kaytırıp vermen. Tuttun mu? Sabır, canım. Men avarchilik keltirdim, kechiring. Hech qisi yo'q. Uni adablab qo'ymasam bo'lmadi. U nimanda qaydadan oshidi ekan? Dadingiz yaxshi maslahat berdi. Men Urumchiga berib o'qish niyatiga keldim. Sizni qo'llayman. Buningdan keyin yesi egiligi, ilm-fanga texmi muhtoj bo'ladi. Sabrsiz beram. Men sizni qo'llayman. Suyumligim. Bele bele yağdı sepellik sizde kim ulan kız kirek bele bele yağdı sepellik Biroq men sizni bek seg'inib ketaman. Sizchi seg'inasizmi? Unchalik o'zim o'qimassiz. Baxtiniz. Qisqa kurs bo'lsa-mu, bir qancha oygacha ko'rishamaymiz-da. O'qishim tugab qaytib kelib, uyingizga elchi avasam qo'shilamsiz. Undaqda men o'qiyamaydi ekanman-da. Yo'q. Undaq demoqchi emasman. To'y qilib bo'lgandan keyin siz o'qish qilmasangiz, siz qaytib kelgicha men bolalar qarab turman emasmi? Qiyin. Amsa qo'shildingiz-a? Men qaytib kelgicha boshqa birsiga tegib olmang yana.